tariximizning canlıq görünüşləri, milli ruhning o'qishliq dasturi, 100 mashhur Uyg'ur kitobidan ta'sirat. Avtori Almas Hoji. Oldingi qismi. İnsan yashashni o'rganish uchun tarbiyalanishi lozim. Şuna yaş ösmürlərinin sağlam insani qadr-qimmatining shakllanish jarayonida tarbiya asosli rol o'ynaydi. Növbətdə bizning realligimizda milliy mavjudluq va madaniyat jihatdagi xosligimizni saqlab qelish tuyg'usi bizga oila tarbiyasida tarixda ko'rilib boqmagan vazifaning yuklanganligini his qildirmoqda. Chunki oila tarbiyasi milliy kimligimizni va mijoz xarakterimizni shakllantirishda muhim omil bo'lib qoldi. Oila tarbiyasini milliy mavjudluq va milliy madaniyatni kapolatga ega qiladigan iqtidorga ega qilish uchun ota-ona bo'lg'uchida jazman oila engi, ya'ni milliy ong, milliy g'urur shakllangan bo'lishi va o'z millatining tarixi, madaniyati haqida yetarlik tushuncha bo'lishi lozim. Yazg'uchi Muhammad Tursun Ahmad Uyg'ur yezib chiqqan 100 mashhur Uyg'ur degan kitob dal mushu jihatda bizga asqatadigan milliy ruhning o'qishliq dasturi bo'la oladi. 100 mashhur Uyg'ur degan kitobda tariximizda o'tgan 100 mashhur Uyg'ur tonishtirilgan. Bularning ichida imperatorlar, xaqonlar, qo'mondonlar, allama ulamolar, olimlar, mutaxassislar, jamoat arboblari, ziyolilar, yozuvchi, shoirlar, qahramon, fidokorlar bor. Avtor kitobda har bir tarixiy shaxsning hayotini keskin ziddiyatlarga to'lgan hayajonli kechmishlar bilan har qaysi davr reallıqı ichida yoritib, ajoyib saltanatlik tarixiy obidalarni tiklagan. Milliy ruh tarbiyasiga muhtoj bo'layotgan mushkullarimizda oldi bilan tariximizni pishiq o'rganishimiz kerak. Tarix bir millatning o'tmishi va madaniyatning yig'indisidir. Tarixni o'rganish demak, o'tmishdan ibrat elib, kelgusi uchun to'g'ri qadam elish demakdir. O'zining tarixini bilmagan millatlarning tarixini har zamon boshqalar yezib keldi. Shunga Xitoylar Uyg'urlarning tarixini burmilab, yolg'on tarix yasab yezib chiqdi. Uyg'urlarga o'zining shonliq tarixini, asli nasabini unuttirib, Uyg'urlarning tarixda hech qachon mustaqil davlati bo'lmagan, Uyg'urlar azaldan beqindi bo'lib yashab kelgan millat, Sharq Turkiston azaldan Xitoyning zimini degandek uqumni Uyg'ur xalqining etisiga singdirishga jon jahli bilan urinib keldi. Bundaq ahval ostida dunyo tarixida o'chmas iz qoldirib, buyuk qudratlik imperiyalarni qurgan ajdodlarimizning, qahramonlarimizdan ilm-fanda olamshumul natija yaratgan ajdodlarimizning shon shuhratlaridan avlodlarimizni xabarlantirish hamda tariximizning qorong'uliq taraflarini ochiq savoqlarni, milliy munofiqlarning razilligini ibrat qilib, hikoya qilib berdigan bundaq bir kitob milliy ruh tarbiyasiga muhtoj bo'layotgan mushu kunlarimizda bizga to'limi zarur edi. Shunga Muhammad Tursun Ahmadning bu kitobni xalqimizning och yerga bordi desak, oshirvatgan bo'lmaymiz. Kitobda milodidan burunqi 7-asrda yashagan Türk dünyasının efsanevi hükümdarı,
Батур Алып Әртоңадын башлап 1990 yildagi Xitoy bosqinchilariga qarshi ko'tarilgan Barin qo'zg'olonining qo'mondoni milliy qahramon Zaydin Yusupgacha bo'lgan orliqdagi 100 mashhur Uyg'ur tug'ilgan yil tartibi bo'yicha tonishtirilgan. Şəxslərinin tarixini yazışda şu şəxs yaşayan tarihi davrning alayidliklar to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Avtor bu orqali tarixni jonliq hayotiy ko'rinishlar ichida gavdalantirishni ishga oshirib, jonliq va ta'sirli ko'rinishlar orqali oson asli qoladigan ham unutilmaydigan alaydilikka ega yaxshi unum hosil qilgan. Kitobning eng muvaffaqiyatli tarafi avtor nihoyatda mayirlik bilan tarixiy shaxslarning hayotiy faoliyatlarini ular yashagan davr alayidliklari ichida gavdalantirib, saltanatli davlatlarimizning shon sharaflari bilan kirishtirib tasvirlash orqali tariximizning bir-biriga bog'langan ko'rinishlarini hosil qilgan va bu orqali kitobni nihoyatda yuqori tarixiy qimmatga ega o'qishliqqa aylantirgan. Milodidan burunqi 546-yili Turan ziminiga besib kirgan Iran podshoyi Kayxsrov Turan lashkarlarining shiddatli zarba berishi bilan mag'lub bo'lib chekinadi. Turan lashkarlari jangda g'alaba qilib, tajovuzchilarni Turan ziminidan qo'g'lab chiqargan bo'lsa-mu, ig'ir yaralangan bosh qo'mondoni Tartivaroni ko'tirib qaytadi. Tartivaroning yarasi bargan siri ig'irlashib, o'z qarorgohida jon uzidi. Yillarcha tajovuzchilik urushi qo'zg'ab, Turan ziminiga erishalmagan Kayxsrov oxiri hiyla-mekr yo'liga kirdi. Tartivaroning ayoli Tumarisga uylanish talab qo'yib, so'g'u salomlar bilan elchi avatidi. Kayxsrovning bu hilasiga qattiq g'azablangan Tumaris uning talabini keskin rad qiladi va jangga tayyorlik qiladi. Biroq hiylagar Kayxsrov go'zal qizlar va aroq-sharob to'ziqi qurib, Tumarisning o'g'li Spargapiris sarkardillari bilan yeb ichishib, ko'ngil ichishayotganda tuyuqsiz hujum qilib, asirga elib oladi. Bu orqali Tumarisga besim ishlatib, maqsadga yetmoqchi bo'ladi. Tumaris elchilar orqali Kayxsrovga: "Ey hiylagar aldamchi, qonxo'r, zolim podsho Kayxsrov, qilgan ishlaring bilan maqtanmayli qo'y. Sen mening o'g'limni jang bilan yengining yo'q. U seni yengib, g'albini tabriklab, bazmi qilayotganda hiyla-mekr ishlatib, tuyuqsiz tutqun qilding. Endi mening maslahatimga kir. O'z makoningga ziyon zahmatsiz ketay desang, o'g'limni qaytarib ber. Chunki men qon to'kishni xohlamayman. Agar unumasang, Masaget Saklarning tanrisi Quyosh nomi bilan qasamki, men sendak ochko'z Yohani qon bilan sug'uraman" deydi. Kayxsrov: "Tumaris xonish qilishimga qo'shilmasa, Turan ziminini ishg'ol qilib, xalqini o'zimga qo'l qilaman" deb ko'ranglaydi. Kayxsrovning lashkari kuchi selishtirg'isiz darajada ko'p va kuchli edi. Tumaris o'zini ko'zga ilmagan millatining hurligiga, vatanining mustaqilligiga qasd qilgan bu tajovuzchi qonxo'rga qarshi botirlarcha urushib, shuncha kuchli dushman ustidan g'olib keladi.
Keyxisrauның kallasını elib, qanğı toldurulğan tulumğa patırıp, qəhri bilən. Başqalarning el yurtiga zo'ravonlik bilan tajovuz qilib, bostirib kirganlarning jazosi mana shundoq bo'ladi deydi. Kitobda tasvirlangan bu ko'rinishlar turk nasldan bo'lgan bu qahramon hukmdor ayolning jasorati qalbimizni ishonch va g'urur bilan oziqlantirdi. Vatan söygüsü, vatanparvarlikning har qandaq tajovuzchi kuchdan g'olib keladiganligini namoyon qiladi. Vatan söygüsü kishini fidokorlikqa, aql-farosatga yetaklaydi. Vatan söygüsü kishiga kuch-quvvat, jasorat bag'ishlaydi. Kitobda tunishtirilgan Shiroq bir o'zi yolg'iz lakmanglığan tajovuzchi İran lashkarlarini poyonsiz qumliqda halok qilgan milliy qahramondir. Biz Shiroq to'g'risida yozilgan satiralarni o'qiganimizda vatan söygüsінің oddiy bir podachi yigit qalbida paydo qilgan aql-farosatga, Батырларча fidokorlikqa opirin aytmay turolmaymiz. Türklərning ana yurti Osiyoning sharqidan g'arbga so'zilgan poyonsiz O'rta Osiyo yayloqlari bo'lib, bular Osiyo qit'asining bel umurtqisini tashkil qiladi. Cheksiz ketgan bu zaminda sharqda Qidirxon, Ingan tağları, şimalda Baykal vadisi, Altay tağları, g'arbda Idil, Volga daryosi, Hazar, Kaspiy dengizi, janubda Hindiqush, Pamir, Qaraqurum va Qorong'i tog', Ko'inlun tog' tizimlari va Serix daryo bilan qaytadan Qidirxon tog'lari bilan tutishadigan bu joylar turklarning ona yurtidir. Suvlari alvak, bog'i bo'stonliq, yer osti, yer usti boyliqqa to'lgan bu zamin tarixdan beri boshqa yurtdagi qor niyatliklarning hasadxo'rligiga, ochko'zlik bilan niyatini buzib, tajovuz qilishiga uchrab keldi. Bundaq vaqtlarda qolgan podshohlarimizdan tortib, oddiy xalqimizgacha bu aziz diyorni ajoyib botirlik va fidokorlik ro'yi bilan qo'g'dab qolgan. Ana shundaq tajovuzchilarga qarshi qahramonlarimizning biri vatanparvar qahramon yigit Shiroqdir. Miladidan burunqi 513-yili Paris imperiyasining tarixdagi eng cho'ng hukmdori Dara bir Turan ziminiga tajovuz qilib kirdi. Bu dahshatli xabar chaqmoq tezligida butun Turan ziminiga tarqaladi. Urush tayyorliqqa boshlanib, O'g'izlarning bir tarmiqi Pamir etaklarida yashaydigan qabila Saklar yovga qandaq taqobil turish to'g'risida kengash o'tkazayotganda yasovul kirib, bir podachining chedirga kirishni talab qilayotganlik xabarini yetkazadi. Bundaq bir cho'ng kengashga oddiy bir podachining kirishini talab qilishi so'rin ahlini hayron qoldirdi. Saklarning qag'ani boshlab kir deydi. Podachi kirib qolganga va yurt oqsoqollarga ta'zim bajo keltirdi. So'rin ahli podachining vijik bo'y turqiga, titilib ketgan teri kiyimlarga ko'z yugurtdi. Avval o'zingni ma'lum qil, nima odamsan, deydi Saklarning qag'ani. Meni Shiroq deyishidi. Yurtim Muzdag'ning sharqi yayloqlarida. Podachiman. So'zla, nima mudda bilan kelding?
Shiroq yuqori ovozda muddasini bayon qiladi. Tajovuzchi Iran lashkarlarini o'zi yolg'iz halokatga elib berish planini kengash ahliga tushuntirdi. Oqsoqollar Shiroqning qat'iy va jasurona so'zlarini anglab, bir-biriga qarshidi. Shiroqning xotin ballariga ega chiqadiganligini bildirdi. Shiroq yov manzilga qarab yo'lga chiqib, o'tkir xanjiri bilan burut soqollarini kesib, yuzlarini tilib tashlab, qon tepchib turgan holda Paris shoyi Daraning oldiga kirdi va uningga dod aytib: "Men qarindoshlarimga ulug' shoh Dara aliylarga al bo'layli desam, ular menga mushundaq rəhimsizlik qildi. Mening holimga yetdi. Saklardan qisos ilishimga yordam bergin deb, uning lashkarlarini bexatar yo'l bilan boshlab berib, saklar beparvo turganda hujum qilishga kapolat beraman deb Dara shohni ishontirdi. Dara shohni so'ziga ishontirgan Shiroq uning lakminglagan lashkarlarini Taklimakonning ichkirisiga boshlab mangdi. 7 kecha kunduz yo'l yurgandan keyin lashkarlarning suv va oziq-tuliklari tugab, holsizlanishga boshlaydi. Shu chaqda lashkar qo'mondoni o'zlarining aldanganligini biladi. Batur Shiroq o'z maqsadining bundaq to'salg'isiz amalga oshganligidan qattiq hayajonga cho'mgan holda: "Men yangdim. Yolg'iz o'zim ana tuproqim Turan ziminining beshiga kelgan balani dafn qildim. Lakmalagan tajovuzchi Iran lashkarlarini halokatga elib keldim. Poyonsiz qumliqqa dafn qildim" deb mag'rurlik bilan xitob qiladi. Cheksiz iztirobga tushgan tajovuzchi lashkar qo'mondoni mag'rur qiyofatda qarab turgan Shiroqqa qilich chopadi. Qahramonning qini ona tuprog'iga to'kilib, beshi yumshoq qumga kulib tushadi. Ona zimin uni bag'riga elib, qum barxanlari bilan obida tiklaydi. Bu bir qahramonlik dastoni. Milliy ruh va vatanparvarlik to'g'risida yozilgan, bir qitim o'qib chiqsalar mangu astin chiqmaydigan darslik. Bundaq fidokorlik har kimning qo'lidan kelmaydi. Lekin millatning, vatanning manfaatini hammadan a'lo biladigan, millat va vatan uchun barliqini fido qila oladiganlarning qo'lidan keladi. Shiroqning millat va vatanga bo'lgan fidokorlik ro'yi, uning ona ziminiga to'kilgan qini bizga bir buyuk fidokor milliy qahramonning shonliq ulgusini tiklab berdi. Tariximizda dunyo madaniyatida olamshumul to'hfa yaratgan Abu Nasr Farabi, Mahmud Qashqari, Yusuf Xos Hojib, Mavlana Lutfi, Komarajova, Alisher Navoiy, Ahmad Yuknaki, Sakkaki, Rabg'o'zi, Muhammad Sidiq Zalili qatorliq olimlarimiz, paylasuf shoirlarimiz o'ttirg'i qo'ygan dunyoviy bilimlar, falsafa, davlatchilik, jamiyatshunoslik, tilshunoslik, gumanitarlik haqida o'ttirg'i qo'ygan ilm haqiqatlarni dunyo necha 10 yildan keyin to'nib yetgan. Bu kitobda ularning hayotiy faoliyatlari, olamshumul utuq natijalari, ta'sirlik hikoyatlar ichida yo'rtib berilgan. Buning bilan sizni cheksiz faxrlanish ichida millatning hoziri va kelgusi haqida o'ylanishga yetaklagan.
bu kitapning yana bir muvaffaqiyatli tarafidir. Dünyada mana shundoq shonliq tarix, yuksak madaniyat yaratgan Uyg'urlarning saltanatlik davlatlardan biri bo'lgan Saidiya xonligi 1678-yili Appaq Xo'janing satqinlik qilishi bilan munqarz bo'lgandan keyingi 3 asrdan ko'p vaqt eng qabohatli yillar bo'ldi. Bu yillarda Sharq Turkiston xalqining qanchilgan asr jarayonida jug'langan aqli tafakkur javharlari xonavayron qilindi. Ma'rifat, ilm-fan markazlari zavolliqqa yuzlandi. Millat gavdisini nadonliq, qashshoqlik, umidsizlik, hasadxo'rlik qopladi. Milliy madaniyat, milliy ma'rif qatorliq har jihatlardan ig'ir darajada chekinib ketdi. Shundoq qilib, natijada Uyg'urlar 19-asrdan boshlab dunyoda unutilishga qarab yuz tutdi, deb yozadi Muhammad Tursun kitobida. Tarixda o'tgan saltanatli davlatlarimizning dushman qo'shinlarining g'olib kelishi bilan mag'lub bo'lib, gumron bo'lganlari yo'q deyarlik. Mutlaq ko'p qismi o'zaro ittifoqsizlik, ichki nizolardan kelib chiqqan jangichi dallar bilan ojizlashganda yoki xoin munofiqlarning sotqinligi bilan foydasiz holatga tushib qolganda dushman qo'shinlar tarafidan hujumga uchrab mag'lub qilingan. Bu tariximizdagi eng ibratlik va eng ochiq saboqdir. Kitobda tarixiy shaxslarning hayoti ichida bu mazmun nihoyat ro'shan gavdlantirilgan. Kitobning ikkinchi qismi mashhur islom olimi, Uyg'ur yangi ma'rifining asoschisi, ijtimoiy va siyosiy islohotchi Abduqodir Domollamni tanishtirish bilan boshlangan. Abduqodir Domollam o'z xalqiga qandoq qilganda islom dinini haqiqiy mohiyati bilan to'g'ri yetkazgili bo'ladiganligi, qandoq qilganda muvaffaqiyatli holda zamonga uyg'un yangicha ma'rif sistemasini barliqqa keltirgili bo'ladiganligi ustida boshqa turgan. Millatning taqdiri ustida qayg'urgan ma'rifatparvar, vatanparvar allama ustoz edi. U tasvirliksiz nodonlik, xaru zabulliq ichida qaymoqib qolgan xalqni uyg'otish imkoniyatlari va Sharq Turkistonda umumiy islohot harakati elib berishning mumkinchiliklari ustida o'ylanib, vatanimiz Sharq Turkistonni tajovuzchi Xitoylarning ishg'oliyatidan qutqizishning imkonlari ustida izlangan edi. Kitobda tasvirlangan Abduqodir Domollamning hayotiy faoliyatlaridan, Manching ishg'oliyatidan keyingi qattiq asorat ichida qashshoqlik va nodonlik ilkida qolgan Uyg'ur jamiyatining umumiy ahvolini tushungili bo'ladi. Abduqodir Domollam yetakchi bo'lib boshlangan Uyg'ur yangi ma'rifi jaddichilik harakatida Uyg'ur jamiyatiga singdirilgan davlatchilik ideyasining g'oyat zo'r qo'zg'atish roli tariximizda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini barliqqa keltirgan. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurg'uvchisi Sobit Domollam, Abduqodir Domollam ayrim tarbiyalagan o'quvchilarning biri edi. 100 yillab hukm surayotgan mustamlika asartidan millatimizning beshiga tushgan kulfatlar xalqimizni ko'p narsalardan, moddiy va ma'naviy jihatdagi boyliqlardan mahrum qildi. Lekin milliy g'ururidan, milliy zulmga qarshi turish irodasidan voz kechtirolmadi.
Uyghur xalqi dövlət atısı Sabit Damollamның yetekçiligida yerlikdiki mustabid hakimiyetni ag'dirib tashlab, Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetini qurib, Turkiston ziminiga ay yulduzliq ko'k bayroqni tikladi. Bu dunyoda qurilgan islomning kengash prinsipi bilan Cumhuriyet tuzilmasi ijobiy holda birlashtirilgan tunji islom Cumhuriyeti edi. Kitobning mashhur siyosatchi, buyuk islom olimi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining qurg'uvchisi Sabit Damollamning hayotiy faoliyatlari tunishtirilgan qismida tariximizda qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti haqida ixcham, tushunishlik tarixiy ma'lumotlar berilgan. Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti hozirgi zamon davlatlari shakllangan milliy chegaralar asosan muqimlashgan bir tarixiy sharoitda borliqqa kelgan. Bütünlay Sharq Turkistonliklarning aqliga va kuchiga tayangan, o'z millatimiz tarafidan loyihalangan davlat bo'lib, funksiyalik qurilmalari to'liq, bir davlatda bo'lishga tegishlik hamma organlari, belgilari, alomatlari, asosiy qonuni, davlat programmasi, davlat bayrog'i, davlat gribi qatorliq davlatchilik simvollar bo'lgan mukammallikka ega qilingan. Xuddi Sabit Damollam tarixiy fursatdan foydalanib, keyingilarga dalil yaratib qo'yish deganidek, hozirgi kunda siyosiy da'voyimizning po'latdek dalili bo'lib qolganligi bilan tariximizda qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligi tushuntirilgan. Gerçi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qisqagina vaqt davr surgan bo'lsa-mu, davlat atisi Sabit Damollam islom shariati va zamonaviy davlat tuzilmasi tatbiqlangan mustaqil Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilganligini dunyoga jakalash orqali asrlar davomi ishg'oliyat ostida qolgan Sharq Turkiston xalqining davlatchilik engi, azadlık istiki va mustaqillik ro'yining texi o'lmaganligini namoyon qilgan. Bu tarixiy paket Xitoy bosqinchilarining Uyg'urlarning mustaqil davlati bo'lmagan degan sapsatlarini yaqinqi zamon tarixiy amaliyati bilan rad qilib, dushmanlarimizning yuragini saqaymas jarohat qilyapti. Kitap avtori Abduqodir Damollamning hayotiy faoliyatlarini tonishtirish jarayonida Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilishi va mag'lub bo'lishi haqida qisqa, lekin xeyli mukammal ma'lumot berish bilan bu tarixni avlodlarimizga bildirishimiz va ularning ro'yiga Uyg'ur davlatchilik engini singdirishimizning zarurligini alohida ta'kidlab ko'rsatgan. Ey piqir Uyg'ur o'yg'on, uyqung yetar. Senda mal yo'q, endi ketsa jon ketar. Bu o'limdan o'zingni qutqazmasang, ah sening holing xatar, holing xatar. Bu o't yurak inqilobchi, talantliq shoir Abduxoliq Uyg'urning zulm va nodonlik ichida g'aflatda qolgan Uyg'ur xalqiga qilgan xitobi edi. Abduxoliq Uyg'ur 1930-yillarda Jallod Yang Zingshingning Uyg'urlarga ma'rifni bermaslik, nodonlikni qoldirish va ishikni taqib olish siyosatini yurgizishi davomida g'aflatda qolgan xalqni ideya jihatdan uyg'otishni, milliy qadriyatlar bo'yicha ta'lim-tarbiya elib berishni mustaqillik inqilobning birinchi qadami deb qaragan edi.
Kitapda Abduxaliq Uyg'urning xalq ishlariga bo'lgan fidokorligi, uning Xitoy bosqinchilarining qonliq qilchi oldidimi bosh egmay botirlarcha shehid bo'lganligi nihoyatda jonliq tafsilotlar orqali tunishtirilgan va buningga birlashtirib 1931 yillari qo'zg'algan Qumul xalq inqilobi va xoinlarning chekimchiligi bilan bu inqilobning dahshatli bostirilishidan berilgan ma'lumotlar ochiq savoq sifatida o'ttirg'a qo'yilgan. Davomi bor.